Mana ventilyatsiyalarimiz bugundan boshlab yordi, Xudo xolasa. Skladskiy помещениямız bor mana. Kauchuk izolyatsiyalarni 6 mm'liklarga opshtiramiz. Choklari germetika qilingan. Xudo xolasa mana shu помещениyaga kanalli konditsionerdan qo'yib yuboramiz. Kanallarimiz izolyatsiyadan bo'ldi. Hozir faqat yig'ib zagatobga qo'yamiz. Xudo xolasa ertaga уже tepaga katalogni ko'taramiz. Mana 90 gradus atvotlari rishotkani tagiga qo'yamiz, xudo xolasa. Ularni ham izolyatsiyalarni qilib qo'ydik, chiroyli qilib. Mana ventilyatsiyamizni 3 chala kanalimiz ham, 3 ta liniyamiz ham tugadi. Endi xudo xolasa nasiga mana 60 talik kanalli konditsionerimiz keladi. Bitta, ikkita, 3 ta joyga qo'yib yuboramiz. Shu bilan yozda maza qilib muzga havo beraveradi. Mana o'zingizlar ko'ringlar, baho beringlar, ish sifatiga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.